Navbatdagi zakazlarimizni ham tayyorlab oldik. Jami 28 ta yakandoz tayyorlab berganmiz. 8 ta mokriy svetdagi Turkiya duxovamizdan, 2 ta shunaqangi uzunchoq bo'lishlari, 2 ta yumaloq bo'lishlari, 8 ta kvadrat yostiqlari, miramirimizni delfin svetidan ham 8 ta yakandoz tayyorlab berganmiz. Hozir 4 tasini yig'dik. Bu kelinchak guli baxmalimizdan ham 8 dona tayyorladik va Xudo xolamizga ham 4 donagina fardoviy svetda miramirlarimizdan tayyorladik. Ularni ham sizlarga obzor qilib beraman. Hozir qo'voqchimiz uylaridan bitib kelgani shu. Klientlarimiz bitgan ishlarni shunday bitishi bilan olib ketishadi. Bizning seximiz yo'q, uyda ish qilamiz. Skladimiz ham yo'q. Bunaqa yakandozlar saqlab, bir joyga to'plab turgani. Bitgan ishlar tez chiqarmasak, bizda sezon juda ham ishlar ko'p, hamma yo'q yakandoz bo'lib ketadi. Shu sababdan klientlarimizga bitishi bilan telefon qilamiz, bitganini yo olib ketishadi yoki dostavka qilib beramiz.